Gümrük ama beylon yufudi katta pallan qilib aytgan do'stlar. Lobamdan deyish orqali shu bir qazon yasalab bir qozondan xo'g'oni sizlarga so'g'it qilib aytmoqchi. Shu qag'liqni atayini yoki chiqdi hozir shu lobamdan deyish yapmish. Yani mizrayini ko'kilga chiqqan sizlar men lobamdan tamoq yegach deyishib qoldikmish sizlarga katta palda uyushtirib aytaman do'stlar. Men bosh bir tonunlar bundan keyin yardım ilojlaymiz do'stlar. Andan qasman sizlarga ishchi kirib bir faoliyatni tushuntirib qo'yay. Sizlarga shu faoliyatni barini o'nglar do'stlar. Mana do'stlar xo'go erkinligiga erishalaymiz mana. Nimya bo'lsa şu 98 gün içinde hemen yıl buldu. Neçe varsak bularda mağlumat yerime tuzdoq. Neçe gap kelsanlar bulardı ki yani ki makarsanlar bulma bilikqa. Ama o şu qıltırıqsız bilikqa dostlar. Şunda peyzema bilik açıq çöklam çıxıdış qılıb adam ig'izig'i bir keqish chiqdi. Andan ki bu palet qanday qarashimiz deganda dostlar şu 3 kun palet qilib 3 kun paletda o'sha kelib istiqbol qilgandan keyin paletga kim gap qilsanlar shu qozon narsa so'g'at qilmoqchi. Andan qasam başdan deb biray anglab yuriklar boshqacha o'tiranglar. Paletni vaqt qolsa dostlar 11-dan keyin 21, 22, 23 mush 3 kun jarayonida do'kon kelib xo'go yeb ketsanlar, shu 98 kun xo'go yeysizlar, ondan keyin 2 adamga dostlar, navbat 3 odam kelib qolsanlar, bir adamga ishib ketgan adamga 36 ko'ydan ortiq pul to'laysizlar. Yoki bo'lmasa shu ustida 4 kishilik, 5 kishilik qilib do'stlar shular sotib olsanlar bo'ldi. Shu faoliyat qatnashsam 3 kun jarayonida bir shekilde tomoq yeb ketsanlar, sizlarga bir karta berdi, bu karta haqsiz qozon kartasi. Shu xo'go qozonni sizlarga haqsiz berdi, ichida bilik chiqdi do'stlar, qildirsiz bilik. Andan keyin faoliyatdan keyin yana 24-slardan keyin kelsanlar qozon naqsi yalaysizlar. 2 odam qilaman do'stlar. Navbat 2 odamdan ishib ketsimi, qozonlik bilikni yalaysizlar, lekin mavo saysog'liqni ayrim yeyma deb qilib qolsanlar buningga shu 2 odam 10 kun 20 kun to'laydi. Shu saysog'liqqa ondan keyin menda narsalarni deymiz, ondan keyin menda bingurlarni yavasak bo'ldi. 3-dan tortib yillam 36 ko'ydim pul to'laydigansizlar do'stlar. Shunday katta faoliyat bo'lib ketdi. Shu vaqtni cho'ntib bir kelib shu faoliyat qatnashganlar lobimda aram dars deyishib ma faoliyatni xayl qildim do'stlar. Men qayt bir tushuntirib qo'yamiz qozonni haqsiz oldinglar. Ham shu haqsiz erishgan qozon necha? Andan keyin 2 dan kelsanlar faqat 20 ga qo'shib shu xo'golik saysog'liq narsani yalaydigansizlar. Yoki pul qo'shmaydigan qolsanlar qozon haqsiz ovqat qilish uchun bilik chiqdi, shu bilikni yeb kelsanlar bo'ldi ekan do'stlar. Andan 3-dan tortib 36 ko'rin pul elinadigan yoki boshqa tavsiyalarni ko'rib baqsanlar bo'ldi. Vaqt chiqarib bir kelib ta'min etib qo'yganlar ajoyib o'xshaydi do'stlar. Butun ahamiyat bor bu baylon yufo. Anda qolsa, mishan adresini bir deb birlar, faoliyatni vaqt to'p qolsam shu 11-ayninki 21, 22, 23 shunga vaqtni cho'ntib kelib faoliyat qilishinglar adresini deymiz. Adresi Shinshire Guanchan, Jujenjuni o'til tarafda, yana shahar qurilish idorasining o'tildi. Unda qolsa vaqtni cho'ntib kelib faoliyat qilishinglar men bosh piyaz.